Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xudo xohlasa sizlar bilan nimani ko'ramiz bugun? Ikkinchi variant tahlilini ko'ramiz avval. Xo'p, ikkinchi variantda ishladingizmi yoki narki mavzulashtirilgan muhimmi sizga? Biri ko'rish kerak. Birinchi ko'ramiz. Xudo xohlasa. Hop. Agar farqi yo'q bo'lsa, bittadan boshlayveramiz. Endi qaysi biridan ko'proq chiqmaydigan bo'lsa, o'shandan boshlaymiz demoqchiman. Demak, bismillah deb boshladik. Unda ikkinchi variantimiz x plus 2 ion tarkibidagi elektronlar soni Y3- ioni tarkibidagi elektronlar sonidan ikkitaga ko'p. Bunga ko'ra, X3- ioni tarkibidagi X3- ioni tarkibidagi elektronlar soni Y atomi tarkibidagi elektronlar sonidan nechtaga ko'p bo'lishini aniqlang debdi. Bizga e'tibor berishimiz kerak. Nimani beryapti? X 2 ni beryapti va Y 3- ni berib qo'ygan. 2+ degani ikkita elektron berib yubordi degani. 3- degani bu uchta elektron qabul qilib olyapti degani. Kimdandir uchta elektron qabul qilib oldi. Qarzga olyapti. Mana bu minus bo'lsa olyapti degani. Xo'p, keling, biz ovozim nega past ekan? Mikrofonga tengami deymanda kimdir. Xo'p, mikrofon. Biologiya dedim ovozi pastda. Xo'p, o'zgartimi ovozim? Ovozim endi o'zgardimi? Baland bo'ldimi? Ha, bo'ldim. Rahmat. Mikrofonga tengami deymanda shu ovozim pastroq bo'lgan ekan demak. Xo'p, keling x ni bizlar elektronlar sonini nechtaligini bilmaymiz. Ya'ni x ni o'zi neytral holatda nechtaligini bilmaymiz. Ikkita berib yuborish holatda ekan bu. Hop. Mana buni men o'zimdan avval qarang, ikkitaga ko'p deyapti. Avval kamini belgilab olaylik, bo'lmasa qarang. X plus 2 ion tarkibidagi elektronlar soni Y3- ion tarkibidagi elektronlar sonidan ikkitaga ko'p deyapti. Ikkitaga ko'p. Bo'pti. Mana buni birinchisini A deb belgilab oladigan bo'lsam, mana shu A imiz. Hop. Xohlasak B deb belgilab olamiz, ahamiyatsiz. Demak, elektronlar sonini o'zimdan A deb belgilab oladigan bo'lsam, 2+ holatdagisini belgilab oldim hozir. 2+ holatda A deb belgilaydigan bo'lsam, mana shu A imiz mana bunikidan ikkitaga ko'p ekan. Demak, bu Y3- ikkitaga kam bo'ladi-da bundan. Biz buni X 2+nikini A deb oldik, ikkitaga kam deb qo'yibdi. Ayab tashlaydigan bo'lsak 2 qoladi. Ya'ni ko'p mana bu bo'lyapti-da, shunda tushunarli. Agar xohlasak mana buni o'zini bizlar A deb oladigan bo'lsak, bu ikkitaga ko'p bo'lyaptimi? A+2 bo'ladi. Endi belgilashni qaysidan kiritishimizga bog'liq bu. Men hozir buni o'zini kiritib oldim. Xo'p. Ana endi. Xo'p, bizlarga bunga ko'ra X-3- ion tarkibidagi elektronlar soni kerak. X3- e'tibor bering. X+2 bo'lgan holatda bu A bo'lib turgan edi. A bo'lib turgan holatda edi. Mana qaytadan yozib olay bo'lmasa. Xo'p. X3- deyapti endi va Y neytral holatdagi atom holatda bu. Mana bunday chizib olsak. Demak, e'tibor bering. X ikkita berib yuborgan holatida A'da edi elektronlar soni. Endi -3 bo'lib qolgan bo'lsa, elektronlar soni nechta bo'lishini aniqlashimiz kerak. +2 kimgadir berib yuborgan holatda edi, endi 3 ta olgan bo'lib qoldi. Demak, bu 5 ta elektron qabul qilib olyapti, to'g'rimi? Mana. Qarang, ikkita plus bo'lib turibdi, ikkita berib yuborgan edi. Endi 3 minus bo'lib qoldi. 2 plyusdan orqaga qaytamiz. 2 plus, 1 minus, demak, minus degan qarang, plus demoqchi edim. Ya'ni ikkita berib yuborgandan mana bu 3 ta endi olgan holatga o'tib ketib qoldi. Kimdandir 2000 so'm, kimgadir 2000 beryaptidan keyin yana o'zida 3000 ziyodi bo'lib qoldi. Qancha bo'ladi jami deydigan bo'lsak, bu 5 ta qabul qilib olyapti endi, tushunarli. Mana +2 dan -3 ga o'tgan vaqtda orada 5 ta oraliq bor-da, 5 ta oraliq. Xo'p. Demak, o'zi +2 holatda A bo'lib turuvdi, endi 5 ta elektron qabul qilib oldi. 5 ta elektron qabul qilib oldi, ya'ni -3 bo'lib qoldi. -3 degani 3 ta elektron qabul qilib olyapti. Avval ikkita berib yuborgan edi, endi 3 ta olgan bo'lib qoldi. Bu Y ni aniqlaymiz. Y imiz, xo'p, A-2 bo'lib turgan edi.
3 minus bo'lgan vaqtida a minus 2 edi. Endi y 0 holatiga o'tib ketib qoldi. Ya'ni 3 ta olganida 3 tasini endi qaytarib berib yubordi. 3 tasini berib yubordi. O'sha berib yuborgancha endi buni 3 dan olib tashlaymiz. Mana bunga qo'shyapti turuvdik. Uzr, qaramayapman. Buni 3 dan olib tashlayapmiz. Nima uchun? Chunki 3 tasini mana buni berib yubordi. Yo'qotib, neytral holatga o'tib qoldi. Zaryadsiz. Tushunarli. Atom holatga o'tdi endi Y-imiz. Tushunarli bo'ldi. Hozirgi holatda elektronlarimiz. Endi mana buni ishlab qo'yadigan bo'lsak, A-2 -3imiz necha bo'ladi? A-5 bo'ladi. A-5. Xo'p. Qaysi birini ayirishimiz kerak ekan. Bunga ko'ra X+3 ion tarkibidagi elektron soni Y atom tarkibidagi elektronlar soni nechtaga ko'p? Mana buni nechtaga ko'pligini so'rayapti. O'sha ko'pidan kamini ayiramiz. A+5 tadan A-5 ta bo'lib qoldi. O'shani ayirishimiz kerak ekan. A-5 dan ayiradigan bo'lsak, nechtaga ko'pligini so'rayapti bizdan. E'tibor bering. Demak, A'larimiz qisqarib ketadigan bo'lsa, A'larimiz ketib qoldi bizda. A'larimiz qisqarib ketib qoldi. Qavs ochgan vaqtimiz mana plyus ochiladi mana bu yer. Demak, +5 bu +5 jami 10 bo'lib qoldi. A'lar ayrilib ketdi. Tushunarli? Minusga minus mana bu qavs plyus bo'lib ochiladi. B deb yozib qo'yibmiz, 5 bo'lyapti. Xo'p, xullas to'g'ri javob D variant bo'ladi. Tushundingiz-a? Mana bu joyga tushundingiz-a? A deb belgilab oldik. 3 ta yana o'zida ziyod bo'lib qolganligi uchun qo'shib berdik endi bunga. Tushunmasangiz so'rab keting o'rnida. Navbatdagi savolimiz: tarkibi C4H8 bo'lgan alkin izomerlari bromlanganda qanday moddalar hosil bo'lishini aniqlashimiz kerak ekan. C4H8 alkin tarkibida, demak buni bitta qo'shbog'i bor. Yozamiz avval. 1, 2, 3, mana C4 ta bo'ldi. Uglerod ozon. Vodorod soniga e'tibor bermayman. C4H8 deyapti va alkin deyapti. Qo'shbog'i bor degan. Mana shu bromlanibdi. Bromlanadigan bo'lsa, mana bu to'yinmagan qismga kelib brom birikadi. Mana shu ikkita qo'lchasi endi ochiladi buni. Ochilgandan keyin shu ikkita ochilgan qo'liga brom kelib birikadi. Mana bu yerga mana bu qo'lchasi ochiladigan bo'lsa, bu yerga brom kelib bitta birikadi. Mana bu yerimizga bitta brom kelib birikadi. Bitta brom kelib birikadi. Natijada mana bu qo'l yo'qoladi. Mana bu qo'l bittasi endi bitta bo'lib qoldi-da. Keyingi holatda. Demak, buni nomlaydigan bo'lsak, mana 1, 2 dibrom nima bo'ladi endi? Butan bo'ladi. 1, 2 dibrom butan. Keyingi holatdan 1, 2, 3, 4 ta deymizdan keyin endi qo'shbog'ni o'rtaga ko'chirib ko'raman. Qani o'rtaga ko'chiradigan bo'lsam endi brom aynan shu qo'shbog' bor joyga kelib birikadi. Mana bu yerga keladi. Mana bu yerga keladi. Natijada mana qo'shbog' endi yo'q bo'ladi. Chunki qo'shbog'ning o'rniga kelib ikkita brom birikdi bizda. Buni oti esa takrorlanmasligi kerak-da, bular ismlari takrorlanmasligi kerak. Buni otini nomlaydigan bo'lsak, endi 2, 3 deymiz mana. 1, 2, 3, 4 deydigan bo'lsak, raqamlash o'rtadan boshlamaymiz-ku mana bu yerdan bilamiz raqamlashni. Demak, agar bu tarafda raqamlaydigan bo'lsak ham xuddi shu bilan mana 1, 1, 2, 3, 4 hech narsa o'zgarmaydi. Ko'ryapsizlar, ikkala taraf ham bir xil. Simmetrikda mana o'rtadan bo'lib yuradigan bo'lsa, ikkala taraf bir xil. Demak, buni otini bizlar 2, 3 dibrom butan deymiz. Keyingi holatimizda endi 1, 2, 3 ta degandan keyin bitta radikal qilib chiqaraman. Mana bu bittasini radikal qilib chiqarib yuboryapman. Qo'shbog' mana o'z holida turibdi. Mana shu qo'shbog'ni hozir bu yoqqa yozsam ham bo'laveradi, farqi yo'q. Simmetrik, ikkala taraf ham bir xil bo'laveradi hozir mana. Raqamlashda agar qo'shbog'ni bu yerga qo'yib, mana bu yerga yakkabog' qilsak, o'zgarmaydi hech narsa. Tushunarli? Endi birom qayerga birikadi? Vaholanki o'sha ikkita qo'lchasi kelib birikadi. Mana bu yerga bitta birikadi. Bu yerga bitta birom birikadi. Natijada to'yinadi-da bu. To'yinmagan edi. Keyin mana yakkabog' bo'lib qoladi. Buni otini bizlar nima deymiz? 1, 2 dibrom. 1, 2 dibrom deymiz. Ustoz, mana bu yerdan 1, 2 dibrom dedik. Yo'q, xato ekan bu deyishga shoshilmang, chunki 1, 2 dibrom butan demaymiz buni. 2 metil propan deymiz. Mana 2 raqamlagan vaqtimiz mana bu yerda metil radikal turibdi. 2 metil. Mana 3 talik asosiy zanjirimiz propan deb qo'yamiz. Tushunarli? Dimetil bu propan bo'lyapti.
Mana bu esa dimetil butan bo'ldi. 1,2 dimetil hop dibrom uzr, dimetil emas, dibrom bo'ladi. Metil deb yozib qo'yibmiz. 1,2 dibrom, 2 metil propan bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, javob izlashimiz kerakmi endi shuni ichidan? 1,2 dibrom bor. 2,3 dibrom butan ham bor. O'rin 2,3 dibrom butan bor. 1,3 dibrom 2 metil propan 1,3 yo'q. 1,2 bor. 1,2 bor. 4 bor. Demak, 4 ta berilgan 1,2 dibrom 2 metil propan 1, 2, 4 bo'lyapti. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Bu masalamizga mana. Agar tushunmagan bo'lsangiz, so'rab olsangiz bo'ladi qaysi qismida savol bo'lsa. Navbatdagi masalamiz xudo xolasa. Uchinchi savolimiz: ruhning mol ulushi 75% bo'lgan rux va xromdan iborat aralashmaga mol miqdorda ashqlor ta'sir ettirilganda 0,9 mol gaz ajralib chiqqan bo'lsa, dastlabki aralashmadagi xromning massasini aniqlang. Mana aytilgan narsalar yozib olamiz. Ruhning massa ulushi 75% bo'lgan rux va xromdan iborat aralashma bor. Rux va xrom. Xo'p, keling o'zimizdan bu ikkalasining miqdorini bilmaymiz-ku, miqdorini x mol deb oladigan bo'lsam. Mol ulushi 75% ekan ruhimizda. X'imiz 100% bo'lsa, 75% qancha deydigan bo'lsak, ruhimiz bizda 0,75 x kelib chiqadi. Qolgan 25% xromga qolyapti. Shunda bu 0,25 x bo'lib qoladi bizga. Aralashmaga mol miqdorda hashqlar ta'sir ettirildi. Plus hashqlar ta'sir ettiramiz. Masalani shartiga ko'ra. Ta'sir ettiradigan bo'lsak, bizlarda rux xlor 2 hosil bo'ladi. Xlor 2 plus nima hosil bo'ladi? Demak, H2. Plus H xlor deymiz. Natijada hosil bo'ladi bizlarga xrom xlor 3. Sabab xrom 3 valentlida. Plus H2. Reaksiya tenglashtiradigan bo'lsak. Xo'p. Mana buni oldiga 3 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsam, 6 ta vodorod bo'ldi. 6 ta bergim 6 ta bo'ladi. Keyingisi xo'p. Xromni oldiga 2 qo'yamiz. 2 qo'yadigan bo'lsak, 6 ta reaksiyamiz tenglashdi. Yuqori reaksiyamizda mana bu yerga 2 qo'ysam, xlorlar tenglashdi, vodorodlarim tenglashdi. Teng reaksiyamiz bo'ldi. Ta'sir ettirilganda 0,9 mol gaz ajralib chiqdi. Gazlar manaki. Mana shuni bizga 0,9 mol deb beryapti. Keling topamiz. 1 mol rux reaksiyaga kirishgan vaqtda 1 mol vodorod hosil bo'lyapti. 0,75 x imizdan qancha vodorod hosil bo'ladi desak, 0,75 x hosil bo'ladi. 2 molimizdan 1,5 mol hosil bo'lyapti. 2 molimizdan 1,5 mol. 0,25 x imizdan qancha deymiz? 2 dan 0,25 o'tgan vaqtda 4 marta kamayyapti. Agar 1,5 ni 4 marta kamaytirsak, ya'ni 15 ni 4 ga bo'lsak 7,5, 3,5. Demak bu 0,375 bo'ladi bu. To'g'rimi? 3,75 bo'lyapti. 0,375 bo'ladi. 0,25 bo'lyapti bu. Unda kattaroq raqamni bo'lib olavering siz xohlasangiz 150 dan shunday olvang. 0 nima? 1,5 dan ishlashga majbur emassiz. Karrani oshirib olavering, to'g'ri chiqadi. Ikkalasini yig'sak 0,9 bo'lishi kerak, qo'shamiz. 0,75 x plus 0,375 x barobar 0,9 bo'lishi kerak deymiz. Xo'p. Qo'shib yuboradigan bo'lsak qancha bo'lyapti bu? 1,125 x bo'lyapti adashmasam. 1,125 xato hisoblamadik menimcha.
125x barobar 0,9 bo'lyapti. X ni topadigan bo'lsak, 0,9 ni 1,125 ga bo'lib yuboramiz. X ning qiymati bizga 0,8 karra 972. 0,8 bo'lamiz. Kalkulyator ochib hisoblab qo'ying, har ehtimolga qarshi. Demak, 0,75 ga qo'shdik. 0,375 ni 1,125, to'g'ri. 0,9 ni bo'ldik 1,125 ga. 0,72. 1,125 degan. To'g'ri, 0,8 mol chiqadi. To'g'ri hisoblayapmiz. X ning qiymati 0,8 bo'ldi. Ajrasa dastlabki aralashmadagi xromning massasini aniqlang deyapti. Dastlabki aralashmadagi xrom kerak ekan. Dastlabki aralashmadagi xromni bizlar 0,25x deganmiz. 0,25x deganmiz barobar 0,25. X ni o'rniga 0,8 ni olib qo'yamiz. 0,8 ko'paytiramiz. Massasi deyaptimi? Massasi. Xromda massasi bizga qancha bo'ladi? 52 ga teng bo'lyapti. Molyar massasi. Ko'paytiradigan bo'lsak 0,25 dan 0,8 ga qisqartiradigan bo'lsak, xo'p, 0,25 ga bo'lib yuborsam 4,32. Ko'taradigan bo'lsak 10,4 bo'lyapti. 10,4. To'g'rimi? To'g'ri javobimiz bizga C variant bo'ldi. 3-masalamizga. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, savol berishingiz mumkin. Qaysi qismga tushunmadingiz? Navbatdagi masalamiz unda. 4-masalamiz. Mol nisbati 1 ga 1 bo'lgan kaliy XO4 xo'p va NH4 ammoniy karbonat deylik. Ammoniy karbonat aralashmasida kislorod atomlarining son jami kislorod atomlarining soni jam atomlar soni 3 marta kam bo'lsa, kaliy X demak, mana ikkalasini x 2 xilda. Diqqat qiling. Mana bu yerda x nechadir bo'ladi? 5 bo'lishi mumkin, 6 bo'lishi mumkin, 1 bo'lishi mumkin. Mana bu x boshqa. Ikkala x 2 xil yozilgan-ku. Boshqa harf bilan yozmay ketgan ekanman. Masalan, a qo'yib ketganda, ya'ni aniqroq bo'ladi. Xullas, mana bu yerda qaysi bir noma'lum element bor. Mana bu esa valentligi bo'lyapti-da. Mana bu nechadir bor mana shunda raqam. Ikkalasi 2 xil narsa, tushundingizmi? Kam bo'lsa, kaliy XO4 molekulasidagi semiy bog'lar sonini toping degan. Bizda nimalar bor? 1 ga 1 mol nisbatda. Kaliy X desak, buni X O4 deydigan bo'lsak va ammoniy karbonat NH4 dan ikkita karbonat bor ekan. Aralashmasida kislorod atomlarining soni, jami atomlar soni 3 marta kam. Kislorod. Buning tarkibida aniq ikkalasini 1 ga 1 deyapti. Mana qo'yib oling, 1 ga 1. Buning tarkibida kaliy XO4 tarkibida kislorod 4 ta bor. Kislorod atomlar soni 4 mol plus. Mana buning tarkibida 3 ta bor. Qo'shadigan bo'lsak 7 ta bo'lyapti. Kislorod atomlarining soni jami atomlar sonidan 3 marta kam. Bizlar jami atomlar sonini kislorod atomlariga bo'ladigan bo'lsak 3 kelib chiqar ekan. Jami atomlar sonini hisoblaymiz. Kaliy nechtaligini bilmaymiz. X da mana X da kaliy bor. Raqamini bilsak, bilsak bo'ladi. X da kaliy bu yerga sig'may qolgan ekan, pastdan yozaman. X dona kaliy plus 1 dona. Mana buni bitta, mana buni bitta bor. Atomlar sonini hisoblayapmiz. Plus 1 plus 4 ta kislorod plus ammoniy karbonat tarkibidagi atomlar soni 4 ga 1 ni qo'shsam 5 ta plus bundan 2 ta bor ekan. Ko'paytiramiz 2 plus 3 ta, bu yoqda 4 ta bor. CO3 ning tarkibi 4 ta. Jam qo'shadigan bo'lsak x ni o'zi bo'ladi. Plus 4 ga 1 5, 10. Demak 18 bo'lyaptimi? 4 ga 1 ni qo'shdik 5. Mana bu ko'paytiruvdik, uzr. Ko'paytiruvda 19 bo'lyapti. Plus 19 ta. O'rniga qo'yib yuboraman. Jam atomlar soni x plus 19 ta taqsim kislorod atomlar soni 7 ta bo'lib yuboradigan bo'lsak 3 bo'ladi. 3 ga 7 21. Mahrajga ko'paytirib yubordik buni. Barobar x plus
19 bo'lyapti. 19 x ni topadigan bo'lsak, 19 21 dan 19 ni ayirib yuborasiz. X ning qiymati necha ekanligini, x ning o'rnida necha raqam borligi kelib chiqadi? 2 bo'ladi. X ning o'rniga demak 2 qo'ysak bo'ladi. Hop. Demak, yozamiz moddaning tuzilishini. X markaziy atom bo'lyapti demak. Hop. Markaziy atomga demak ikkita kislorod orqali ikkita kaliyni bog'lab olamiz avvalo. Ya'ni agar vodorod bo'lganda nima qilardik? O'sha o'rnida vodorod bo'lganda, masalan, kaliy o'rnida vodorod bo'lganda bilamizki, vodorodlarni har biriga kislorod atomlarini avval sigma bog'lar orqali birlashtirib chiqar edik. Keyin ortib qolgan kislorod atomlarini qo'sh bog'lar orqali markaziy atomga bog'lab qo'yar edik. Tushunarli? Mana ikkita kislorod ortib qolyapti, qo'sh bog' orqali bog'lab qo'yapmiz. Keyingisi ammonik karbonat bor. Shuni ham so'raganmi? Yo'q, faqat mana shuni o'zini so'rabdi. Molekulasidagi sigma bog'lar soni 1, 2, 3, 4. Mana pi bog'ida bittasi sigma, bittasi pi bo'ladi. Tushunarli? 4 bo'ldi, bu bilan 5, 6 bo'ldi. Jami 6 bo'lishi kerak. To'g'ri javob varianti bizga B variant bo'ladi. Mana. Navbatdagi masalamizga o'tamiz. Hop, 5-masalamiz. 5-masalamizda inert gaz va galogendan iborat gazlar aralashmasining etanga nisbatan zichligi 2,3 ga teng. Aralashma qizdirilganda 20,7 gramm yagona X moddasi hosil bo'lishi ma'lum bo'lsa, dastlabki aralashmadagi og'ir gazning massasi aniqlanyapti. Hop, bu yerda bizlar inert gaz ekanligi, qaysi ekanligini bilsak bo'ladi. Faqatgina ksenongina galogenlardan ftor bilan reaksiyaga kirishadi. Inert gazlar o'zi passiv birortasi reaksiyaga kirishmaydi. Faqatgina inert gazlardan ksenon faqatgina ftor bilan reaksiyasi bor ikkalasini. Tushunarli? Boshqa reaksiya yo'q. Demak, o'sha inert gazimiz ksenon ekanligini bilamiz. Ksenon plus reaksiyaga kirishyapti ftor bilan. Natijada hosil bo'ladi ksenon tetraftorid. 4ta. Reaksiyani tenglashtirish uchun yerga 2 qo'ysak, reaksiyamiz tenglashdi. Aralashmasining etanga nisbatan zichligi 2,3 debdi. Ya'ni mana shuni massasini, ya'ni bir molining massasini bo'lib yuborsak, etan S2 etan deyaptimi? Etan S2H6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 2,3 kelib chiqishi kerak ekan. 2,3. Demak, molyar massani, bir mol massani aniqlaydigan bo'lsak, qanchaligini 2,3 ni ko'paytirib yuboramiz etanning massasiga, molyar massasiga. Uglerod 12, 12, 24, 6 ni qo'shsam 30 bo'lyapti. Barobar bir mol moddaning massasi bizga shunda qancha ekanligi kelib chiqadi. 2,3 ni 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 69 bo'ladi. To'g'rimi? 69. Bu gazlar aralashmasi deyapti. Xo'p, demak, qaysidir gaz ortib qolyapti. Agar aralashma qizdirilganda 20,7 gramm yagona X modda olish mumkin bo'lsa, demak, yagona X modda qizdirayotgan vaqtimizda X moddamizni bizlar nima ksenon deb oldik, to'g'rimi? Ksenon deb oldik. Demak, hop, ksenon qizdirilganda yagona X modda. Demak, ksenon ortib qolyapti ekanda. Qaydan bilyapmiz? U jarayondan keyin X modda qotib qoldi. Qoldi o'sha oxiri deyapti. Demak, ortib qolyapti. Mana 69imiz. Demak, ikkita moddaning o'rtacha molyar massasida bu. 69 deydigan bo'lsak, qaysi gaz bu? O'zi aniq, o'zi ikkita gaz bo'lishi ham bo'ldi, tushunarli. O'zi boshqa, o'zi gazlar deyapti, o'zi mana shu ikkalasini haqida gap ketyapti ekan o'zi. Xo'p, xullas, yuqori massamiz 131 bo'ladigan bo'lsa, pastga ftornikini qo'yamiz. Demak, molekulyar holati yoziladi, 19, 38 bo'ladi buniki. Tushunarli? Diagonaldagi son haqiqatda ham bittasidan katta, bittasidan kichik. Mana ayirib boradigan bo'lsak, nima nisbatlari kelib chiqadi bular. 31 bo'ladi bu. 131 dan 69 ga tashlaydigan bo'lsak, 62 qolyapti. 62. Qani eng kichik nisbatga o'tib oladigan bo'lsak, bular qanday massa nisbatda reaksiyaga kirishgani kelib chiqadi. 1 ga 2 bo'lyapti. 1 ga 2 nisbatda. Ana endi bizga nimalar ma'lum?
2,3 gramm teng bo'ldi. Aralashma qizdirilganda 20,7 gramm deyapti. Mana buni massasini bizga 20,7 gramm qolgani mana shu bo'lyapti, to'g'rimi? 20,7 gramm yagona X moddasi. Ha, yo'q, X deb bizlar hali Xni ham belgilamagan ekanmiz. Xni aytmagan ekan. X moddasi deb o'sha oxirgi qolgan aralashmani aytyapti ekan, to'g'ri. Demak, mana buni massasini bizga 20,7 deb beryapti. Qizdirib yuborganda mana gazlar uchib chiqib ketyaptidan keyin natijada Xenon tetraftarid qoldi. Buning massasi bizda 207 bo'ladi. Xo'p, 207 bo'lgan vaqtida keling bular qanday reaksiya kirishini aniqlasak, 1 ga bu 2 bo'lyapti. 207 bo'lgan vaqtda necha bo'ladi degan bo'lsak, e'tibor bering, 10 marta kamayyapti. Bu bo'ladi bizga 0,2. Xenon reaksiya kirishgan 0,1 demak. Aniqlab oldik. Bizdan nimani so'ragan endi? Dastlabki aralashmadagi og'ir gazning massasini aniqlang. Demak, 131 dedik ksenonni. Ksenon og'ir gaz 131. Massasini solishtirib ko'ring. Ksenon og'irligi ma'lumki, shu og'ir gaz haqida gap ketyapti. Ko'paytiramiz, miqdori 0,1. Molar massasini miqdoriga ko'paytiramiz, massasi kelib chiqadi shunda. 13,1 bo'ladi to'g'ri javobimiz. D variant bo'ldi. 5-savolga. Kalipermagnit parchalandi. Qolgan qoldiq tarkibida kaliy va kislorod atomlari soni 1:6 nisbatda bo'lsa, reaksiyani aniqlang. Demak, kaliy permanganatning hammasi parchalanmagan, qanchadir miqdor ortib qolgan. Birinchi ishora bu qoldiq tarkibidagi kaliy va kislorod deyapti. Xo'p, mayli, buni bilolmaydigan bo'lsak, o'zi reaksiya unumi deb qo'yib, endi 100% reaksiya sodir bo'lmayapti. Demak, mana parchalab oladigan bo'lsak, kaliy permanganatimizni unum beryapti-yu, hammasi parchalanmagan ekaniga xulosa kelyapmiz shu so'zdan. Tushunarli? Buni termik qizdirib yuboradigan bo'lsak, kaliy manganat, marganis peroksidi, kislorod gazi ajralib chiqadi. Reaksiyamizni tenglashtirib qo'yadigan bo'lsak, mana buni oldiga 2 qo'ysak, reaksiyamiz tenglashdi. Ana endi qoldiq tarkibidagi kaliy va kislorod atomlarining soni 1:3,6 nisbatda debdi. Mana buni qanchasidir miqdor ortib ham qolyapti bizda. Jarayon yakunida. KMnO4. Xo'p, mana shuni qanchasi tarafdan ketganligini aniqlashimiz kerak-da. Mana shuni qanchasi miqdor reaksiya kirishganligini aniqlashimiz kerak. Reaksiya unumi deyapti-yu. Keling, demak, masalamiz shartida son berilmagan, o'zimni son tanlash kiritaman. Men mana buni o'zimni 2 mol deb olaman. 1 mol deb olsak ham bo'ladi, faqat tushuntirdim o'tganda proporsional ravishda olsak, osonroq hisob kitob ketadi dedik. Buni qancha deydigan bo'lsak, 1 mol bo'ladi bu. Buni marganis peroksidimiz ham kerak. Qancha deydigan bo'lsak, bu ham 1 mol. Xo'p, kislorod va nima kaliyni so'rayapti. Men kislorodga proporsiya qilib qo'yman, kislorod chiqib ketyapti bu yerda. Buni kislorod yo'q bu yerda hozir. Mana bular tarkibidagi qattiq model tarkibidagi kislorod bor bizlarda. Son bittagina raqam tanlab olishga haqqimiz bor. Mana 2 ni tanlab olgandik. Endi mana buni miqdorini qanchasi ortib qolganini bilmayman. X ni belgilash kiritaman. Ortib qolgan miqdorini tushunarli. Tarkibidagi kaliy va kislorod atomlari soni. Kaliy mana bu yerda, demak, 2 ta bor. 2 molimiz tarkibida 2 ta bor. Plus X molimiz tarkibida X ta bor. Taqsim kislorod atomlari soni. Kislorod atomlari soni. Demak, hop. Mana bu yerda 1 molimiz tarkibida 4 ta bor. Plus bir marganis peroksid tarkibida ham 2 ta bor bu yerda. 2 ta plus X mol kaliy permanganat tarkibida 4X ta bor. Plus 4X. Bularning nisbati bo'lishi kerak 1 ga 3,6 bo'lishi kerak ekan. Diagonal bo'yicha ko'paytiramiz, 1 1 ga teng bo'lar. 4 ga 2 ni qo'shaman 6 bo'ladi. 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6 plus 4x karra 1 4x bo'ladi. Barobar 3,6 ni 2 ga ko'paytirsak 7,2. X ni topadigan bo'lsak, xo'p mana bu
7,2 ayirib yuboradigan bo'lsak 1,2 qoladi. 1,2 barobar 4x xni topadigan bo'lsak 3 bo'lyapti demak. Ortib qolgani demak mana bu yerda 3 mol bo'lgan ekan. Jamini qo'shadigan bo'lsak 5 mol bo'ladi, to'g'rimi? Mana reysga kirishib ketgan 2 mol plus ortib qolgan 3 mol bo'ldi. Jami 5 mol. Bu 100%. 100%. Qanchasi reysga kirishib ketdi, unumni aniqlaydigan bo'lsak 2 moli. Qancha deymiz? Xo'p. Qancha bo'lyapti? Demak 5 dan 10 ga o'tyapti, 2 marta oshyapti. Bu ham 2 marta oshadigan bo'lsa 40 deb olsangiz bo'ladi. To'g'ri javob B variant bo'ldi. 6-savolimizga. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Quyidagi o'zgarishlar asosida alyuminiy tutgan X ning tarkibida demak alyuminiy bor va xlor tutgan Y moddalarining molyar massasini aniqlang. Xo'p, bu demak, mayli. Alyuminiy nitrit reaksiyaga kirishyapti H xlor mol miqdorda. H xlor deydigan bo'lsak, natijada hosil bo'ladi bizga alyuminiy xlor 3. Endi alyuminiy xlor 3imiz nima bo'lyapti bu yerda? Alyuminiy tutgan X modda edi. X'imiz bizda mana bu yerda alyuminiy bo'ladigan bo'lsa, alyuminiy xlor 3. Hop, demak reaksiyani davomini yozaylik. Nitrat ham kerak, nima? Ammoniy xlorid ham kerak ekan demak. Hop. Endi qarang, demak bizlarga alyuminiy xlorid bilan demak kim reaksiyaga kirishadi? Kumush nitratimiz reaksiyaga kirishadi. Chunki X ning tarkibida alyuminiy bor deyapti. Plus kumush nitrat bilan AgNO3 bilan reaksiyaga kirishtiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi bizda? 1 mol hosil bo'libdi demak. Kumush xlorid hosil bo'ladi bu yerdan. Plus kumush xlorid dedik, alyuminiy nitratimiz olamiz endi plus alyuminiy NO3 dan 3 ta 3 variant bo'lganligi uchun. Xo'p. Endi hosil bo'lgan demak alyuminiy nitratimizda kaliy OH bilan erityapti. Nima uchun alyuminiy nitrat tanlab? Chunki tarkibdagi bizlarga alyuminiy kerak buni. Alyuminiy. Mana X tarkibida alyuminiy hosil bo'lishi kerak-da. Alyuminiy NO3 dan 3 tani ishqor bilan reaksiyaga kirishtirib yuboramiz. Kaliy OH bilan. Bilamizki alyuminiy amfoter modda. Demak natijada ishqor 4 mol bo'lyapti ekan. Bu 1 mol demak ishqor yetarli ko'p. Natijada bu erib kompleks birikmani hosil qiladi. Kaliy, alyuminiy OH dan 4 ta. Ya'ni kaliy alyuminiy nima tetragidroksoni hosil qiladi, to'g'rimi? Tetragidrokso kaliy alyuminat, mudot kaliy alyuminat. Ana endi bu bizda X bo'ldi. X'imiz. Y ni aniqlashimiz kerak endi. Buning uchun bizda ammoniy xlorid qolganda sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishish uchun NH4 xlor plus H2SO4 bilan natijada hosil bo'lishi kerak. Konsentrlangan bilan reaksiyaga kirishtiryapmiz. Demak, sulfat kislota natijada hosil bo'ladi bizlarga. Gaz hosil bo'lishi kerak ekan. Gaz H xlor hosil qilamiz. Demak, o'sha H xlor kerak ekan demoqchiman. H xlor hosil bo'lyapti. H xlorni endi astil bilan reaksiyaga kirishtiryapti. H xlorimiz, ya'ni S2H2 bilan reaksiyaga kirishtiradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Demak, S2H4 xlor 2 hosil bo'ladi. Bu bizda Y bo'ldi, mana bu X bo'ldi. Yig'indisini aniqlang deyapti. Yig'indisini qo'shib qo'yasiz. Massasi javobini chiqarib 230 bo'lgan ekan, 200 chiqsa kerak. Chiqadi. Xato qilmadik-ku. Ikkalasini massasini hisoblab qo'yasiz, bo'ldi.
Hmm. Darajada qarab, 8-chi savolimiz. 8-chi savolimizda qaysi moddalar kumush bir oksidining ammakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi debdi. Kumush bir oksidining reaksiyaga kirishib oksidlanishi kerak. Demak, tarkibida buni aldov guruhi bo'lishi kerak. Aldov guruhi, ya'ni e, aldegid guruh bo'lishi kerak yokida. Etanol aldegid bo'lyapti. Buni olamiz. Oksidlanish uchun aldegid guruhi borda, mana bu guruh bor bunda. Mana bu guruhi bor. Oksidani mana shu e, kislotani hosil qiladi. Oksidlanish natijasida mana shu narsani hosil qiladi. Tushundingizlar? Agar keton bo'lsa bo'lmaydi bu. Masalan, tasavvur qiling. Mana bu modda bo'ladigan bo'lsa, masalan, CO guruhimiz, mana bu guruhimiz o'rtada joylashib qoladigan bo'lsa, ikki tarafda radikal bo'ladigan bo'lsa, oksidlana olmaydi bu. Faqatgina mana bunaqangi zanjirning oxiri mana CO, mana aynan shu guruh bilan tugashi kerak bizga. Bak, turganda qarang. Sirka kislota. Bu yo'q. Glyukoza. Qaysi birida bor edi bunaqangi guruh? Saxarozada bormiki, glyukozadamidi? Yo'q. Saxaroza va glyukoza. Qaysi biri bittasida bor edi? Menimcha glyukozada bo'lsa kerak, adashmasam. Yoki saxarozadamidi? Glyukozaga saxarozdan bittasi mana shunaqangi guruh bor. Aniq solmadim. Ya'ni shu guruhimiz bor bizda. Mana bu guruh. Etil asetat va etil ferment. Etil asetat bo'lmaydi, etil ferment bo'ladi. Etil fermentda ham bu nima? Hop, etil ferment-ku bunda bunaqangi guruh nima qiladi deydigan bo'lsangiz, bunda ham mana xuddi mana shu guruh bor. Mana shu guruh hisobiga oksidlanadi bu. Tushunarli? Hop, 1-3-6 degan javob bormi? Yoki 1-4-6? Birligi aniq, oltiligi aniq. 1-3-6 ekanda, mana A javobda bor ekan-ku. Izlab yotibmiz. Mana A variantda. Demak glyukozada ekan. Glyukoza bilan saxarozani aniq bilmagandim. Qaysi biri desak, demak glyukoza ekan o'zi aniq. 1-3-6. 1-4-6 yo'q-da chunki ko'ryapmiz-a. Etil fermentda mana shu guruh borligi hisobiga, efir bo'lishiga qaramasdan o'sha guruh hisobiga reaksiya kirishyapti bizga. Ammo astatda yo'q, mana etil astatda bunaqangi guruh yo'q bizda. Navbatdagisi. 9-chi savolimiz. X va Y ni hisoblang. Demak, massasi vodorodni teng 1 ga, uglerodni 12 deb qo'yibdi. Xo'p. Fenol 94, massasi. Xo'p, yaxshi. Hop, orton metil fenol deganda mana bu to'g'rimi? Chiziqchasi bo'lib ketdi mana bu yerda. Orton metil fenol. X meta etil fenol Y deyapti. Demak, mana tasavvur qiling, bizlarda mana bu demak, fenil guruhimiz bo'lsin yoki fenol bo'lsin, bo'lmasa mana OH bor. Mana bu yerda bitta vodorod bor edi, tasavvur qilamiz. Xohlasangiz mana bu yerda vodorod bor deng, xohlasangiz bu yerda endi bitta qo'liga kelyapti. Taxminan bitta qo'liga, demak, metil guruh kelyapti, metil guruh. Men mana shu guruhga olib keldim. Mana bu vodorod o'rniga, demak, bitta vodorod chiqib ketyapti 94 tarkibida. 94 bor edi mana shu massasi. Bitta vodorod chiqib ketgandan keyin o'rniga nima kelyapti? Metil guruh, ya'ni CH3 kelyapti. CH3 uglерод 12 qo'shadigan bo'lsak 15 qancha bo'ladi? 108 bo'ladi bu. Natijada 108 bo'ldi. X ni o'rniga olishimiz kerak, demak 108. Endi etil deyapti, etil kelyapti ekan. Mana shuni ustiga yana bitta, mana bu yerga ham bitta CH3 kelyapti, desangiz bo'ladi-da. Plus yana bitta CH3 necha bo'ladi? Xo'p, 14 qo'shib beradigan bo'lsangiz, 15 emasda, chunki bitta vodorod chiqib ketyapti, birdan ayirib yubordim. 15 dan bitta vodorod qo'shsam 14 ta.
xohlasangiz birdan etilni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi, ahamiyatsiz. Ikkitasi shu 3 guruh kelyapti mana bu yerga tushunarli. Etil qo'shadigan bo'lsak 122 mi? 122 bo'ladi. To'g'ri javob. Alohida yozib yurmam. Masalan, mana bunday qiling lekin mana shunga etilni olib qo'ying mana bu yerga. Bitta vodorod olib tashlangdan keyin S2H5 ni olib qo'shing. O'sha javob kelib chiqadi. To'g'ri javob bizda 108 ga 22 bo'ldi. A varianti bilan 9-masalamizga. Navbatdagi masalamiz. Negadir zapisni o'chirib qo'ygan ekanman. Nimaga? Eng qizig'i qachon o'chirib qo'yganmiz zapisni tushunmadim ham. O'zi o'chib qoldim. Demak, qolgan 10 tani alohida zapis qilsam men.